Hammaga salom. Bu bizning yangi loyihamiz, ya'ni mafiavistga aloqador serial bo'lib, buni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing va o'z kommentariyangizni yozib qoldiring. Xo'sh. Men o'z uyimdaman. Xo'p, hammaga salom tomoshabinlar. Sizlar bilan men Artex Minecraft. Va men o'z uyimdaman do'stlar, shaharda. Otamning uyiga keldim. Afsuski, onam bu yerda bo'lmasa ham, otam onamning o'rnida ham bosib turibdi. Otajon, kiraveraymi? Kira olam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otajon, meni kafega chaqirishyapti. Xo'p, boraver. Bir muhim inson keldi deydi. Xo'p, aniqlab menga aytgan. Meni hozir vaqtim yo'q kafega borishga. Xo'p, kimligini bilsam sizga aytaman kelib va o'zingiz hal qilasiz. Tushunarli. Xo'p. Sizlarga nima deyotgandim? Men boyman, millionerman. Unaqangi millioner bo'lmasam ham, juda boymas. Uka, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi rahmat. Uydagi ba'zi bir ishlar bor edi, otamdan so'rasang aytadi. O'sharni men o'rniga qilib qo'y, men hozir kafega ketyapman. Tushunarli? Men ancha qiyinchiliklardan, mashaqqatlardan va dushmanlarni yengib o'tdim va shu darajagacha keldik. Biz hozirda shaharning eng boy insonlaridan 3-o'rinda turibmiz sizlarga aytsam-da. Bu tasavvuringizga keltira olasizmi, obunachilar? Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Ikkinchi qism chiqishini xohlasangiz. Xo'p, men TV kameradan ko'ray. Bu yerdan mashina juda tez yuradi-da, olib chiqish qiyin. Bularga alohida o'zi garaj qilish kerak. Biror kunda qachonlardir vaqtim bo'lsa, ustaga borib aytib qo'yaman, quradi da. Xo'p, mashinadan tushib oldim. Endi kafega keldik. Bizning juda ko'p bizneslarimiz bor va ancha o'zimizga to'q boy oiladamiz. Salom qo'riqchi. Salom. Xo'p, mana meni kafeyim obunachilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerga ishchilar qo'yganman. 3 bo'limdan 4 bo'limdan iborat. Xo'p, kafeda odamlar ovqatlanishyapti. Yaxshi. Daromad eskini qaranglar. Daromad yaxshi. Elbek, qalisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni chaqirganlar tepada. Tepadami? Xo'p, bo'ldi. Tepada bo'lsa tepada. Kim ekan ham meni ko'rishni istagan. Xo'p, tepada qayerda endi? Hech kim tepaga uncha odam chiqmabdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, boshliq, nargi tomonda. Xo'p, mayli. Kim bo'lishi mumkin, qiziqib ketyapman. Men oldin kelganlar o'shalarmi? Ha, janob, o'shalar. Xo'p, mayli. Xo'p, salom, cho'tta tanish yuzlar. Bu menimcha Professor, siz bu yerda nima qilyapsiz? Artex, seni ko'rmaganimga ancha bo'libdi. Men hamma qarzlardan qutulganman. Nega endi yana meni bezovta qilyapsiz? Boshqa bezovta qilmayman degandingiz. Asabiylashma. Sen biz bilan juda ko'p ishlar qilgansan, to'g'rimi? Qarzingni uzgansan, men bu masalada kelmadim. Sen bizga ishlashingni istayman. Mendan nima xohlaysiz? Men sizga ishlamayman. O'lsam ham bu ishni qilmayman. Sen juda ko'p odamni o'ltirgansan, esingdami? Ularda videosi janob Jonsda bor. Nimalar deyapsiz? Qanaqa video? Ishonmasang, telefoningga tashlab qo'yaman Telegramda. O'zing ko'rib ko'r. Sen qotilliklar qilganingni yashimchi syomka qilganmiz. Yo'q. Bizga ishlashga majbursan. Aks holda ular politsiyaga topshirib, seni osongina qamoqda chiritamiz. Iflos ekansan, professor. Masandamni kutmadim. G'allanati. Har bir haqorating uchun javob berasan, Artex. Men o'ylashib ko'raman. O'ylashib ko'r. Bular yana kafemizga kelsa, ularni kiritma. Tushundingmi? Tushundim, lekin nimaga? Sababi bor. Tushundinglar? Ular kiritmagan, eslab qol. Xo'p, janob. Ifloslar. To'g'ri obunachilar. Men esingizda bo'lsa, avvalgi videolarda juda ko'p insonlarni o'ltirganman. Juda ko'p bo'lmasa ham Markni va uning askarlarini o'ltirganman, ya'ni hamtovoqlarida. Ularda video bor ekan, la'nati. Telegramga tashlab qo'yaman dedi. Qani ko'ramiz. Agar AI yasalgan bo'lsa, buni isbotlash mumkin bo'ladi. Iflos professor.
Basharing qursin, harommi. Mayli, asabiylashmaymiz va uyga qaytamiz. Men bu bo'lgan ishlarni otamga aytishim kerak. Stop, otam bilmaydigan axir odam o'ltirganimni. Onasi deyimsan, endi nima qilaman? Mashinada menimcha bu yerga kirgizmagan ma'qul. Hozir buni olib kirish qiyin bo'ladi. Yaxshisi buni orqa hovliga qo'yganim ma'qul-da. Shunaqa qilaman. Mana biz orqa hovliga kirib oldik obunachilar. Sekin olib kiramiz. Menimcha buni orqa machasi olib kirish kerak shekilli-da. Biram qiyinki, la'nati. Va juda tez. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, mashinamni olib kirib oldim. Okey. Agar keyingi qism chiqishini istasangiz, shu video ostida kamida 10 ta like yig'ilish kerak. Xo'p, kommentariyga yozib ketinglar. Xo'p, mayli. Bizlarda mashinalarda zo'r bo'lmasa ham, prostoyroq bo'lsa ham endi boriga shukr qilamiz do'stlar. Keyinchalik bunday yaxshiroqlarni olishga umid qilib qolaman. Albatta bu mashinani rusumida bo'lganlar kommentariyaga tushib albatta yozib qoldiring va mana mening sevimli mashinam Mercedes-Benz 300 SL ma shunaqa. Sizni singlingiz chaqiryapti, chanoq. Singlim? Xo'p, qani oldi kirlikchi. Kiryapman singlim. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nimaga yo'lasan? Sizni gapingizga kiradi-yu. Mayli, so'rasam so'ralaman. Rahmat aka. Oldindan. Xo'p. Mayli do'stlar, mening singlim bor, ukam bor. Men oilada eng katta farzandman. Va otam meni hammalaridan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi. Sababi men otamning oldida ko'proq bo'laman va xullas otamni ishlarida juda ko'p ishlarni men qilganman. Ular kerakchi otajon kiraveraymi? Kiraver o'g'lim. Xo'p. Assalomu alaykum yana bir bor. Va alaykum assalom. Ota, singlim dugonalar bilan ketishyapti ekan, xullas, kim do'konga. Ular ruxsat so'rar ekanda, o'zi so'rashga tortibdi. Mayli, borsa boraversin. Xo'p, tushunarli ota, rahmat. Xo'p, senga aytib qo'y. Ertaroq kelsa, soat 7gacha uyda bo'lsin. Xo'p, bo'ldi, tushunarli. Xo'p, ruxsatni oldik. Nega o'zi so'ramaydi? Har safar shunaqa qiladi. Yo'q. Mayli, bizga qiziq emas. Ukamning xonasi-yu, jinursa. Mana bu yerda edi, singlim xonasi. Singlim. Aka. So'radim, ruxsat berdi. Kechki 7gacha kelar ekansan. Yo'q, ruxsat berdimi? Rahmat akajon, sizni yaxshi ko'raman. Xo'p, yaxshi. Kech payt 7gacha yetib kel. Xo'p, tushunarli. Rahmat. Xo'p, arzimaydi. Endi xonamga kirib biroz telefon o'ynab o'tirsam bo'ladi. Aytgancha otamga haligi professor kelganda yo'q, aytmayman. Aytsam yana qon bosimlari oshib ketib, yuragi xuruj qilib, xullas uxlab qolishi mumkin. Yo'q, uxlab qolish emas, hushidan ketishi. Men telefonimni olib biroz sizlarga ham TikTok ko'rib o'tiraman-da. Xo'p, okey. iPhone 13 Pro Max da. Shu telefonda yetadi, telefonda qiymati ham, arzoni ham. Bu o'yin o'ynamasam telefonda prosta. La'nati. Menga hozir xabar berishdi. Demak, professor kelibdi. Bu bizga katta muammolar tug'dirishi mumkin. Men ularni hal qilishim kerak. Meni deb oilam jabr ko'rmasin. Keyingi qism chiqishini xohlasangiz, iltimos kommentariyaga kirib yozib ketinglar va videoga like bosib qo'yishni va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan qisqa vaqtda RTX Minecraft bo'ldi.